Assalomu alaykum, bizni kuzatgan qadrdonlar. Bundan bir hafta oldin ekonom katerimizni bir sutkalisini chiqarib, sinovga qo'yib ko'rsatgan edik. Bugun xudo xolasa yana bitta yangiligimizga harakat. Yana bitta yangiliklarimizdan drabilkalarimiz ham tayyor bo'lyapti. Yaqinda drabilkalarimiz ham sotuvga chiqadi xudo xolasa. Yangiligimiz biz uchun yangilik, aytganimdek O'zbekiston uchun yangilik emas. Bunkerli katerimizni xudo xolasa birinchisini yasayapmiz. Nasib bo'lsa 1-2 kunda bitib qoladi. Buni ham birinchi o'zimni uyimga qo'yib, sinab ko'rib, sinov jarayonlarini ham videoga qo'yamiz. Xudo xolasa effekti yaxshi chiqsa, bunkerli katerlarimizni ham sotuvga chiqaramiz. Keyingi sezonga xudo xolasa kimga bunkerli katerlar kerak bo'lsa, kimga bunaqa polavtomat katerlar kerak bo'lsa, kimga prostoy katerlar kerak bo'lsa deb video chiqaramiz inshaalloh. Bizda shu ekonom katerlar bor edi xolos. Polavtomat, endi avtomatlarni ham bir yilga chiqaryapmiz. Manzili Kirgili temir bozorida. Narxlarimiz har doimgidek atrofdan arzon, sababi gipimiz, lazerimiz o'zimizda bo'lganligi uchun bunkerli katerni ham imkon qadar xudo xolasa atrofdan arzonroq qilib chiqarishga harakat qilamiz. Kimgadir shunaqa ekonom pechkalar kerak bo'lsa, ekonom pechkani originali ham o'zimizdan chiqadi. Birinchi qo'l optim joyidan bo'ladi. Ekonom katerlar, gaz katerlar, pastdan nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, bu tomonda Kirgili Kanechka yopiq stadion, bu tomon Kirgili eski temir bozori deyiladi.